Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlarni broiler jo'jalaringizda xirillash, pixillash, ich ketish, holsizlik, asosiy ich ketishi bo'lsa yo asosiy xirillashi bo'lsa, tomog'idagi balg'ami bo'lsa, ularga eng zo'r, ma'qul yechimini topdik. Asosiy antibiotiklarimizdan Kilodox Forte Ispaniyada ishlab chiqarilgan. O'zini tavsiyasi bo'yicha 100 grammni 250 litr suvga qo'shiladigan. 3 kundan 5 kungacha davolash kursi. Asosiy profilaktika uchun 3 kun berasizlar, davolash uchun 5 kun berasizlar. Kilodox Forte hisob qilinglar. Har tomonlama shamollash, xirillash, ich ketishga juda samarali yechim. Sizlarni Agrovet dorixonamizga kutib qolamizlar. Ma'lumot uchun nomer pastda qoldirib qo'yaman. Albatta aloqaga chiqasizlar. Rahmat.